G'iybat qilish yomonligini bilaman, lekin gap ochig'i o'zimni g'iybat qilgim keladi. G'iybat qilish ehtiyoji bu boshqalarni muhokama qilish ehtiyoji. Bu ehtiyoj qayerdan paydo bo'ladi? Bu orqali inson o'zini samotsennostini, ya'ni o'zini e'tiborga, qadrga loyiq ekanligini, o'zi ham o'zini boshqalar e'tiborga olishi lozimligini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ya'ni boshqalarni g'iybat qilish orqali, boshqalarni kamsitish, muhokama qilish orqali o'zini qadrini ko'tarmoqchi bo'ladi boshqalar oldida. Siz boshqalarni g'iybat qilishni yaxshi ko'rmaysiz. Boshqalar sizga e'tibor qaratishini xohlaysiz. Shuning uchun ham boshqalarni gapirasiz. Boshqalarni boshqalarga gapirish bilan o'zingizni naqadar aqlli ekanligingizni, o'zingizni nozik didli, farosatli, o'zingizni nimalarnidir biladigan inson qilib ko'rsatib, o'zingizni qara, men qandayman degingiz keladi. Asli ehtiyoj mana shu. Siz o'zingiz previt, ya'ni ko'rsatish yo'lini g'iybat orqali olib boryapsiz. Niyatingiz yaxshi, lekin harakatingiz noto'g'ri. Mana shu o'zingiz ko'rsatish niyatingizni yaxshi bir hunar orqali, qalb kasbingiz orqali, bir foydali ish orqali ko'rsatsangiz, insonlar sizni tan olishadi, e'tirof etishadi, o'zingiz istagan mazani olasiz. G'iybat qilmasdan ham. Shuning uchun keling, harakatlaringiz rejasini boshqatdan ko'rib chiqing.